Mahmudjon Qodirov. Mahmudjon Qodirov. Hurmatli sinfdoshlar, Yaqinroq boring, yaqinroq. avvalambor hammalaringizni bugungi ulug' ayyom bilan tabriklayman. Men Mahmudjon Qodirov. Hozirgi kunda rayon bo'roqchilik korxonasini haydovchisi bo'lib ishlayapman. Haydovchi. 4 ta bolaning otasi, 3tasi qiz, 1tasi o'g'il. Murodjon bilan bir xil ekan. Ha, 4-yil oshni qilib berganim yo'q. O'ynimga olaman. Yangi. Gul berganlarga ham rahmat. Ammo hammaga bermadim. Ana qo'yning oldingmi? Hozir ovqat haqida shirsan. Bir yaşa. 2 yaşa. Böyle bozuk yapıyoruz. Ya bu hazır şekilde boş gel. Biz qina qo'ymishlar. Shunaqa ishtirok. 1 yosh olib keladi, o'ynaveradi. Hadi. Bo'lsin barabar. Menga barabar. Hammalari bunaqa 20larda 10 ta 15 tasida birlashib yashaylik, gulday yashnab yuringlar. Oshiq bulbul tun bo'yi bedor, gulga aytdi dilda borini. Buncha qilmay unga e'tibor, ko'rsatmadi o'z didorini. Ko'z yumganda qo'ychog'i bulbul, bevafo gul ochdi yuzini. U avvalo bo'lib qo'lma-qo'l, so'ng tuproqda ko'rdi o'zini. Yashasin. 5 ball. Qoidalar buzilyapti. Mana gulga olib borib berganingizdan so'ng o'sha yigitga o'sha qizni taklif qilib birgalikda shu o'ynab kelasiz. So'z aytganlar qoladi, ikki odam borib o'sha o'yinni olib chiqish. Ikki odam o'ynamaydi. Keyin kim so'z aytolmasa, she'r aytolmasa ishtirok. Yigitlarga 1 yoshlik. 1 yoshlik suv. Suv deyapsiz. Aziz shoshmagin, suv. Ha, suv kerak. Suv kerak. Ayollarımızga nima qilamiz ayollarimiz? Ha? Shampanskiy. Bo'ldi. Ashavanmi? Ay, somsamas. Mana, ket. Hurmatli do'stlar, mana hozir men bir narsani aytmoqchi esimga tushib ketdi. Hammamiz shu 10-sinfda o'qiganimizda bir daftar, qizlar asosan qizlar bu daftar tutgan. Yoshlik daftari. Ha, yoshlik daftari. Shuni afsuski hech kim esiga ham kelmadi. Shuni olib kelganlaringda hamma ish o'shanda ko'rdilar. Akram bu yerda hammasini o'qitib Endi mabodo saqlanib qolgan bo'lsa endi mana tushunmabdi. Endi bu yerda mana hammamiz katta bo'ldik, boshqa bo'ldik. Sevish haqida, mana muhabbat haqida gap so'z ketyapti. Shuning uchun men mana shu gul haqida, sevgi haqida bir she'r emas, ikkita bir narsa aytaman. Gulning shu qizilligi haqida, atir guli yerda atir gul aytamiz. Atir gulni nima uchun qizilligi haqida bir shunday donishmand mana shunday bir izohlayapti kishini. Rayhonni hiliga mast bo'lib, g'arazliga kelib, shunda atir gul juda qizarib ketgan. Shuning uchun qizil bo'lgan ekan. Endi sevilish haqida yana bir narsa aytib beraman.
Ko'plarimiz mana hozir sevinib turmush quryapmiz. Sevgini ham shunday bir izohlar ekanki, bu sevgi azob kemasiga tushib, yo'q, azob daryosiga tushib, bu bolalar lazzat kemasida shu sayr qilishlik. qo'shiq she'rlar aytadi. Endi yana she'r ham o'qib berishim mumkin. qo'ying burnigacha. Men Bizda burun-burundan bolalik qolgan. davrlarimizda Bu bolalar qo'shiq aytganmiz. hammasi u bu bir rayhon degan qo'shiqni yaxshi aytgan aytadi. narsalari bizda ko'p. Kimgadir yoqar lola, Juda ko'p. kim atir gul shaydosi. Men o'sha rayhon a'lo, rayhonning yo'q bahosi. Kerak bo'lsa, Rahmat e'tiborlaringiz. O'yningdan ma'lumda o'yningdan. Nereyesizmi? Haqim bormi? Bor. Hurmatli sinfdoshlar, mana bugun 20 yillikka yig'lar ekanmiz. Sizlarga oila a'zolaringa uzoq umr, yana 30 yillikgacha tanlay sihat bo'lsin. Biz aytadigan she'rlar turadi. Yetishmaydi. Endi aytaman degandan aytib qo'yapti. Endi aytaman. Ha? Endi endi allaqadan chiqib qolish mumkin-da. Bir dardida yongan ikromni, ishq ko'zini bukdi uni. Nazir ham shifo topolmas, faqat gul bergan qiz davo qildi. Hozir bitta taklif bor, 9 ta 10 ta mashina bor ekan. 4tadan bor ekda, mana maktabda ochib bitta xonada kirib, eslarga tushib qo'yib, ta'kidlab qo'ygan, yo'qmasa o'zlaring bilasizlar. Men sizlarga aytib qo'yapman.
Xohlasalar shunaqa, ketishda hamma Mina qo'yganamiz biz ham olishsin deyishyapti. Ash bolalar. bor o'sha yerda videoga shu bira, bunaqa qilsalar agar shu xohlasalar shunaqa qilsa bo'ladi. Nazirjon, Ismayil olmay qo'yaver va yerimaydi u. Nima qilish kerak? Olmay qo'yaver sen uni yerimaydi u. Hozir bizga o'tib ketgan reischilik. yurib so'mda qatar. Ko'rasam o'chirardi, mayli-yu. Mana senga oldim qayroq. Men shoshib bedo otgan mindim yaylo. Bir umrga sevilmasam seni bir uchta toshga qo'yib turib, bir umrga o'tib ketay bo'ydoq degan. Sol. Gulzira siz qo'ylamas bilan baxtli bo'linglaringiz. Gül qizildi, gül sariqdi, gül oqdi. Lekin hammasini jamlasa bir inson, ko'nglining ichiga yashirsa shu ko'ngil, o'sha ko'ngildagi insonim senga bag'ishlayman. Do'stlar, hozir farq bergandan foydalanib, bizda ayollarimizga bitta zagarka bor. Agar bugungi kunda hal qilinsa, lotereya bilet o'yinlari, qizlarimiz ichida. Ismoiljon to'lkasidan qo'yardim, o zagatgadi. Lekin qizlarimizga bitta topishmoq bor, topishmoq shuki. Nima jonim Ismoiljon, seplakanmi? Bugun Amalanchi muqalla. Men san'atdan kutdim. Yana beta to'rtoqlar bor. She'r bilmaydigan, she'r yozmaydigan qarshi o'tirib. O'shalarni hammasiga ham beta she'r aytib bo'ldim, bilgancha. Video qo'yib beramaysan, Yozgan she'rlardan birorta ko'proq olyapman. aytib bersa men xafa bo'lib qolishadi. Endi yoshlikka ketyapmiz, sevgi, o'sha sevgi biz bilmayman birovni sevganmizmi, sevmaganmizmi?
To'sha bor. Ke, muzika. Qara ko'zim. Valade. Aferin. Maşını ister kola tohine orada. Yaşlı baba. Aslan, toşa var mı? Şu al yapma abi. Bak. Yaşlı var ha. Barcha singar o'rtoqlar, hozirga hozirlanib oldim, endi nima deyishim bo'lmasa. Nimaga mana shu bilim dargohini tark etganimizga 20 yil bo'libdi. Shu 20 yil ichida birinchi yurgan bo'lsak, ashib o'tirgan bir qora ko'zlarni ko'rishga intizor bo'lganmiz. Qachon ko'rar ekanmiz, qachon ko'rar ekanmiz degan maqsad bor edi. Mana Botirjon Qolaversa mana bugun kutish qo'ydi. Gullar og'ushida bo'ldim afsun. Borazor ichida turgum bo'ldi. Bo'lsaydi gul, davrasida o'ynagim bordi. Salomat. Baba
Assalomu alaykum akalar, opalar. Mana bugun sizlarni 20 yildangi akalar aytishdi kelib xursand bo'lib o'tiribsiz. Iloyim 30 yilda emas, 25 yilligida ham to'qinaveringlar. Doim shu gulga o'xshab ochilib, kulib xursand bo'lib yursalar biz xursandmiz. Assalomu alaykum hurmatli dugonalar, do'stlarim. Mana bugungi bu 20 yillik o'tirishimizga hammalaringga baxt saodat tilayman. Boqqa kirsam g'unchalar, ochilibdi bunchalar. Bir umr shunday bo'laylik, iltimosim shunchalar. Yashasın! Otini ham o'zimmi videomiz? Otini? Ajan powerda.
Ne odatim mana shu 9 sinfdan to 10 sinf bitirgungacha butun hayotimda har kuni yozib chiqaman. Virusga kelganman, yozib olganman. Mo'laka daftarda 6 ta bor. Har kuningizni o'qib berishim mumkin. Bugungizni ham o'qib berishim mumkin. Mana xohlagan kunda o'qib ko'rsangiz, nima ish qilaman? Hammasi bor. Misol uchun Luqay kunda o'qishim mumkin. 20-aprel seshanba bo'lgan ekan. Qo'yib qo'ydim o'zim. Bugun jamiyatdan baho oldim. Fizikada Jo'rayevdan javob so'rab, Serovodagi fotografiyaga Vali Usmonov, Akramjon uchimiz bordik. Soat 10:10da. 2:30 santimetrga rasmga tushdik. Undan keyin Nasriyni chaqirib bo'ldi. Mahamajonlarga ko'p somni yedik. İsmoil buvadan yelim yeb ketdik. Bu İsmoil buvaga yelim yeb ketdik. Maktub yozdim. Hozir soat 21:34. Xayr, Alijon chiqdi. Qo'shini chiqdi-da. Ko'rdingmi? Mana endi 21 o'tyapti. Ko'rdim. Ama nima nechta o'qib ketding? Seroga borganda kelgan joylarda kichkina bu ham bor. Yo'q. Etlari ham borda. Uni qizchalarni endi o'qib kelgan joydan o'qib bergan. Endi buklab qo'ygan joylardan o'qisam ham juda qiziq bo'lar, lekin. Endi hali 10 sinfdagi voqealar ekan. Akramjon, Rajab Nurmal Usmonovlar bor, shular bilan ekan. Ma'qaram 14-avgust shanba kuni bo'lgan ekan. Men o'shanda o'qishga borganman ekan, Toshkentga yiqilibman, kelyapman ekan. Endi o'shanda kichkinagina bir epizod, bu yerda qizlarning ismlari ham bor ekan. Soat 7da Qo'qonga kelibmiz, 7:15da Furqa stansiyasiga kelibmiz. Qarang, tushibmiz. Serovodagi tog'amni ko'ribman. Toji kiraver, yozib qo'yibman. Dedi. Toji degan olib bitta qada boradi, tog'am joylab qo'yadigan institut degan ekanda, endi shunday deb qo'yibmiz. Zaporojyega kelibmiz. Uydagilar bilan omon ko'rishdik. Qo'ni-qo'shnilar meni tabriklashdi. Ya'ni yiqilib ketganim bilan minnatdorman. Kechga yaqin Mahamajon bilan Yangi Zamonga bordik. Radioni eshitdim. Endi radiomiz bor ekan, men radio olib keldim Toshkentdan. O'shani eshitib boribmiz. Yo'q, qarang. O'rtoqlarim ham institut bitirish berishibdi. Akramjon Akramjon Islomjon, Ikromjon, Tojiqon, Odilaxon, Tojilaxon va o'zim institutdan Vali o'rtog'im, Toshxon kabi sinfdoshlarim texnikumdan yig'ildim. Ular ham borishgan ekan, qarang, o'sha kuni borishgan ekan. Umidvorlarimiz bor. Sharobiddin, Zafarjon, Madina, ular aniq bo'lmagan ekan o'sha kuni. Endi 15-avgustga boribmiz. Ko'plar juda qiziq. Endi qarang. Yeah.
Yollarda ham saharligada hali yerda Odamxonami? Nima deb qo'ying? Davrani juda yaxshi o'tkazdilaring. Men ham juda mamnunman. Rahmat. Juda davralar juda qiziqarli. Bunchalik o'tgan davralarni men ko'rib ko'rganman. Rahmat. Juda ajoyib. Rahmat. Mana uzoq yerda ishlaydigan yosh do'stlaring, birodarlaring ishtirok etib, gap. davrani O'zingni yum. nihoyatda Amin bednosh o'zing. qiziqarli qilib olib borishdi. Mana ko'p ko'rgan Nadirjon, Erda doktor Erta davrani olib borishda ajoyib bir san'atini namoyish qildi. Mana bu do'stlarga katta rahmat. Ishlarida muvaffaqiyat tilaymiz. Bundan ham ishlarida rivoj bo'lib, o'sishlarida biz tilakdoshmiz. Endi shu davrada kattasi bo'lganligim uchun endi mana davrani og'irlashib qolganligi sababli ko'plar sizlarda yumushlari, boshqa ishlarini bo'lganligi sababli shu davrani shu ayollarimizga, qizlarimizga ruxsat bersak degan fikr bor. Shu meni nimam? Mana shu. Xush kelibsizlar. Salomat bo'linglar. Bundan keyingi ishlaringda muvaffaqiyatlar tilaymiz. 30 yilliklaringda ham xuddi mana shunday yo'qotmasdan yurashaveringlar. Salomat bo'ling.
Oturun, ha oturun. Keyin. Kelinglar, o'tiringlar. Zohidaxon menimcha kechqurunga paydo bo'lgan. Kechqurunga paydo bo'lganmi? Zohidaxon, keling, Zohidaxonni hozir ahvolni tushuntirib qo'y. Ya bu kech qolishda emas, men tushundim. Bizimiz shunaqa harakat qilgan. Nima yo'l bilan bo'lsa ham boraman dedim. Niyatingizga yetdingiz, rahmat. Rahmat do'stim, kam bo'lmang. Mana esladik. Yerga oling, hammasi yerga soling. Mana marhamat qiling. Qasam beraman sizga. Yosh. Nima demirezam bo'laman. Yerga soling. Qaylamada hozir. Qani Zohidaxon o'tiringlar, qani taomil qilaylik. Qani amin. Xudo hammaga tinchlik bersin. Zohidaxon nima niyat qilgan bo'lsa niyat bersin. O'rtalar hammasi niyat bersin. Bola chaqamiz olsa ko'ring. Allohu akbar. La ilaha illalloh. Shukrlar, hammadan shukrlar. Zohidaxon uzr. Endi yaxshi bir sahar. Hozir Otamı?
Lekin mana shu to'rov beshovi hozirgi nomini tilga olgan o'quvchilarga hammalar nomidan men mingdan ming rahmat, lekin shularga qilganini men qilolmayman. Qilolmaganman ham shularga bir rahmat. Rozi bo'lsin shuni yugurganlarga tarqala. Mashinasida tarqala hali istiqomat bo'lsin shular. Bundan keyin 25 yillik deyapti, 30 yilligimizda ham shunaqa xizmat qilishib Bola chaqasini salomat bo'lsin. Rahmat sizlarga. Ay, bitta sho'xdan, qani, bali. Oshimjon, men hamma narsani to'g'ri qabul qilaman o'rta. Sen juda to'g'ri insonsan. Hamma yo'lda to'g'ri qabul qilaman. O'zim meni fikrlarimni gapirding. Oshimjon, meni fikrlarimga o'tirganda o'tirdim, o'rta. Mana oxirida ham lekin aytib qo'yding. Hozir meni fikrimni o'ylab olding. Aytib qo'yding. Xalqqa bizlar hurmatimizni bildiramiz. Rahmatimizni aytamiz. Haligi aytgandek Hakni bilsek dünyada İki